بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الثاني. على الدرسك إشكنجي قسم كتاب. الدرس الخامس والعشرون. جرم باشن درس. سواقشلا درستن إلغري درستك مهم جراماتيكليك نقطلانı شنو olaylı. Hem bugünkü dersteki gramatiklik noktalarını tüendeki iki noktadan çaklayımız. Birisi af'alun naqise kam tupilla. Yani birisi Arap tilida abuhuka, ahuka, hanuka degan o'xshash 5 bir xil i'robda beriladigan ism bor. Buning ichidagi ahuka bilan abuka, ya'ni ab bilan ah degan ikki ismning boshqa narsalarga muzabbib kelgan holatining i'robi to'g'riliq so'zlaymiz. Endi birinchisi af'alun naqisa deganimiz o'zi odatdagi pilga o'xshash fa'il maf'ul kelmaydigan. Ne fa'il yo'q, maf'ul yo'q. Faqat mubtada xabarning ustiga kirib, mubtadani o'zining ismiga aylantirib, xabarini o'zining xabariga aylantirib, mubtadani qanday qiladigan, pesh qiladigan, xabarini zafar qiladigan bir bilib pillava. Bularning fa'ili to'ldiruvchisi kelmagachga odatdagi pillardek bular qanday pil bo'ldi? Kamtik pillar, ya'ni af'alun naqisa bo'ldi. Endi mushu pillarning uchun bugungi dars so'zligini kana mazara ishkilisi. Endi asbaha va saramo mushu pillardagi ko'p ishlatgan pillar orqali bildi so'zni o'tayli. Demak, bugun kana, sara, asbaha, mazala qatorliq pillarni so'zlaymiz. Ham bayonda deb o'tganda esingizda bo'lsin, bu pildan keyin ikki bilak keladi. İsm bilek, xabar bilek. Yani bunların ismisi ve nimisi xabari. İsmisi peş okuludu. Xabari nima okuludu? Zavar. Mesela avval ma'nosini tahlil qilmaydi deb baqsaq, kana Muhammadun taliban. Asbaha Muhammadun mudarrisan. Sara Muhammadun mudarrisan. Mazala Muhammadun maridan. Tercüme kılsam, kana Muhammadun taliban degani Muhammad nima edi? O'quvchi edi. Asbaha Muhammadun maridan bilan Sara Muhammad maridan ma'nosi o'xshashlar. Muhammad nim bo'ldi? O'qituvchi nima? Mudarrisan desak, o'qituvchi bo'ldi. Mazala Muhammadun maridan degani Muhammad heligacha kasal degan ma'noda. Ham bularning ma'no jihati nim farq bor desanglar, kana qaranglar. Kana 90% ahvol ostida idi deb tarjima qilinadi. Idi. Masalan, kana Muhammadun taliban. Muhammad nima edi? O'quvchi edi. Kuntu nabiyyan. Payg'ambar alayhisalom hadisi va Adam baynal ma'i wat tin. Adam alayhisalom suv bilan layning o'tirdik vaqtda, degani yaratilmagan vaqtda kuntu nabiyyan. Men bu bo'lgan payg'ambar edim. Demek kana'nın asli ma'nosi nima edi? Endi ba'zi kana boshqa tillar ma'nosida olib kelib bo'ldi deb tarjima qilindi. Bunda ahvollar edi deb tarjima qilingan qolgan vaqtda nimroq ozroq, bu ikki nuqtani tushunsak bo'ldi. Kana'nın asli ma'nosi nima edi? Ba'zi bo'ldi deb tarjima qilindi. Ikkinchisi asbaha birinchi ma'nosi tong atqizdi degan ma'noda. Asbahaning. Undan keyingi ma'nosi asbahanınki bo'ldi degan ma'nosi bor. Yana undan keyin bo'ldi, masalan o'zgardi degan ma'nosi. Masalan, bayatın og'am misolda asbaha Muhammadun mudarrisan. Muhammad nima bo'ldi? O'qituvchi bo'ldi. Asli o'quvchi edi, hozir nimaga o'zgardi? O'qituvchiga o'zgardi. Bir ahvoldan bir ahvolga o'zgarganlikni ifodalaydi. Endi Sara bu shu bo'ldi, o'zgardi, bir holatdan bir holatga qanaqa o'zgardi. Masalan, kana Muhammadun faqiran. Muhammad nima edi? Kambag'al edi. Sara g'aniyan. Hozir nima bo'ldi? Boy bo'ldi. Ya'ni boyga o'zgardi degan gap shundami? Mana ma'nosi o. Endi mazaraga kelsak, mazaraning ma'nosi esingizda bo'lsin, yilgacha davomlashyotdi degan ma'nosi bor. Yilgacha davomlashyotdi. Masalan, mazala Muhammadun maridan. Muhammad heligacha nima kasal? Heligacha kasal. Mush buni tarjima qilsak, ma'nolarni xatolashmaymiz. Qolgan bu af'alun naqisa deb jami 13 fil bor. Bular maxsus grammatik kitoblarda yoki maktabning 3-qismida tafsilroq bayon qilinadi.
İkinci sözümek çoğun mazmun Arap tildeki abuka, ahuka, hanuka, hamuki deyilgan 5 türlük isim var. Bunun 5 türlük isim deyişi fakat birisiga i'rob jihatda qanaqalik jihatda o'xshaylik jihatdan 5 türlük isim deydi. Shundami endi bugungi darsimizda abuka bilan ahukani so'zlaymiz. Abuka degan so'zladingiz, ahuka degancha sizning otingiz degan gap shundami? Bu qanaqdir ahuk, abuk bilan xos emas. O'sha ab degan so'z nimaga isbot qilinsin, nimaga muzab bo'lsin, mutakallimning yosin boshqa har qanday bir narsaga muzab bo'lsin. Masalan, Abu Muhammad, Abu Salama, shundami? Abul Qasim degandek nimaga muzab bo'lish bir narsaga muzab bo'lib kelgan holatining i'robi. Buning holatining i'robi tashlik holati vo bilan, ya'ni bu dekinimi vo. Zirlik holati alif bilan, vo alif o'zgarib nima bo'ldi? Abaka. Shundami? Zirlik holati nima bilan bo'ladi? Ya bilan. Abika deb ya bilan bo'ladi. Mushnoqni tushunib olsak, bugungi darsga o'rganmoqchi bo'lgan grammatikalar oyoqlab deb tushunsak bo'ladi. Bu tarafı tushunishga olgan bo'lsa so'zlikka kelaylik. So'zlikni o'qib tarjima qilib beray. Al-kalimatul jadida, yangi so'zliklar. Safirun, sufara'u, mufattishun, mufattishuna, shurtiyun, shurtatun, amidun, amada'u, maridun, marda, mutaqa'idun, taraka, yatruku, utruk. ألف يؤلف ألف سفير elçi devletning devlet turadigan elchisi ya'ni konsuli konsul elchi sufara buning ko'pligi mufattishun odatda taftish amaldori degan gap taftish mufattishni ko'pligi maktabda mufattish bo'lib qolsa ilmiy mudir degan ma'noda maktabning sirtida taftish ammo maktabda nima ilmiy mudir ishlatiladi Shurtiyun saqchi shurtatun buning nimasi ko'pligi amidun mudir nima amid maktab mudiri emas maktabning ichidagi unda fakultet qismlar bor osh qismlarning mudiri amada buning ko'pligini boshliq degan ma'noda maridun kasal marada ko'pligi kasallar mutaqa'idun damalashga chiqqan Taraka yatruku utruk tashladi tashlawatudu tashlag'in allafa yuallifu allif na kitob yozganlik yozdi yozwatudu yozg'in tuzdi tuzwatudu tuzgin ya'ni kitob tuzgan ma'noda kitob yozgan sanda qalamni xat yozgan emas nima yozgan kitob yozgan ma'noda so'zliklar tushunishib bo'lgan bo'lsa tekst kelaydi الدرس الخامس والعشرون مدرس بلان وقوش له ترسك ديالوغ أين أنور يا عمر لا أدري رأيته قبل قليل كان واقفا خارج الفصل كيف حال عمار الآن يا سعد كان مريضا منذ أسبوع لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ سمعت أنه يريد أن يترك الجامعة ويرجع إلى بلده أصحيح هذا؟ لا هذا غير صحيح ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير كان وزيرا قبل سنتين والآن سفير ماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ قال لأحد زملائك إنه مدرس كان مدرسا من قبل وهو الآن مفتش في المدارس الثانوية وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ كان شرطيا هو الآن متقاعد يا أبا بكر قلت لي قبل 3 سنوات إن أباك عميد كلية الهندسة أمتقاعد هو الآن؟ لا يزال عميدا يا أختر سمعت أن أخاك طبيب شهير ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح يا فضيلة الشيخ يا عثمان اذهب إلى المكتب وهات الجزء الثالث من لسان العرب يا فضيلة الشيخ أظن أن لسان العرب معجم نعم هو معجم كبير في 20 جزءا لمن هو يا فضيلة الشيخ هو لابن منظور يرجع عثمان المكتبة مغلقة الآن يا شيخ يقولون إنها كانت مفتوحة إلى الساعة 10 يا عباس قل لأخيك الذي يدرس في السنة الثانية
أي يأتيني غدا سأقول له إن شاء الله. من ترجم بريء ترجم قلش جريانه دا سلا بugün ders sözlerge kana lekin mazala shundami lekin abu bilan axu ma ikkisining i'robiga diqqat qilsanglar kana bilan mazalaning tarjimasiga diqqat qilsanglar bo'ladi. Umar Anwar qayerda bilmayman, uni ozroq ilgari ko'rgandim. Sinfning sirtida turib ekan yoki turgan ekan. Kana waqifan, kana turgan ekan. كيف حال عمار الآن يا سعد؟ سعد حاضر أمرنا أحوال قندق. كان مريضا منذ أسبوع برهبتدن بري كسل إيدي. كان كسل إيدي. لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ. هرمع لك شيخ هلغتا كسل ياكي هلمو كسل. لا يزال مريضا هلمو ديال بولدا. لا يزال نون تحديدك الضمير ونون اسمسي مريضا نمسي خبر زوار قلدي. Anlaşınca o üniversiteden taşlap şehirge qaytdı ekan. Muşu to'g'rimi? La, haza g'ayr sahih. Yo'q, bu to'g'ri emas. İbrahim, dadangiz nima ish qiladi? Anglasam o ministr ekan. 2 yil ilgari ministr edi. Qaranglar, kana vaziran. Vaziran kananing xabar o'qishdan muqaddas zo'r qilgan lekin edi. Hozir o elchi, konsul. Amir, dadangiz nima ish qiladi? Savoqdoshlarimizning birisi menga uni o'qituvchi degandi yoki dedi. Innahu mudarrisundami? Kana mudarrisan min qablu. Ilgari o'qituvchi edi. Huwa al-ana mufattish fil madaris sanawiyya. Hozir to'liq o'tir maktablarda taftish, ya'ni ilmiy mudir.